Shaytonning Muhammad o'ldirildi deb baqirilgan xabar Madinaga yetib bordi. Madinadagi o'tiroqlarimi? Hamna binti Jahsh onamiz Madinada yugurib kelar ekan. Hamna binti Jahsh onamiz ranglari oqarib ketgan holatda yugurib kelayotsa, hojoni qarang. Hamna Alloh sizga sabr bersin desa, Rasulullohga bir narsa bo'ldimi degan ekan. Qarang. Alloh sizga sabr bersin deganda birinchi savol nima bo'lgan? Rasulullohga biron nima bo'ldimi deganlarida, yo'q, tog'angiz Hamza vafot etdi deyilgan ekan. Hamza tog'asi bo'ladi. Rasulullohga nima bo'ldi degan Alloh yana sizga sabr bersin desa, Rasulullohga endi biron nima bo'ldimi deganda, yo'q, akangiz Abdulloh bin Jahsh ham vafot etdi deyilgan ekan. Rasulullohga biron nima bo'ldim desa, yana Alloh sabr bersin desa, endi Rasulullohga bir narsa bo'ldimi deganda, kuyovingiz Mus'ab bin Umayr ham vafot etdi deyilgan ekan. Bir ayol ham tog'asini, ham jigarini, ham kuyovini, umr yo'ldoshini yo'qotganda ham Rasululloh so'rayapman sizlardan deganda, payg'ambarimiz chiqib Hamna onamizga, men sog' omonman ey Hamna, Alloh sizga sabr bersin deganda, Hamna onamizning jasoratini qarang. Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasululloh degan ekan. Ey Allohning payg'ambari, siz tirik ekansiz, qolgan musibatlar menga bir tingdek degan. Shunda Ummu Sa'd degan onamiz aytgan ekan, "Ya Rasululloh, o'lganlardan xabar bering, nima bo'ldi bularning holati?" deganda, payg'ambarimiz bu 70 tashining ruhi yashil qushlarning ichiga joylashtirildi va bular jannatning anhorlari mevalarida ne'matlanib sayr qilib yurishibdi qiyomatga davr deganda, Ummu Sa'd onamiz, ey ayollar jamoasi, motam saqlamanglar. O'lganlarimiz Robbimizning rahmatiga, jannatiga kirgan bo'lsa, bu musibat emas, bu xursandchilik degan. Endi shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Rasululloh bu joyga kelib nima uchun shunday jabrlarni ko'rdi? Tishlari sindi. Nima uchun sahobalar jonlarini berdi? Mana shu qadriyat yetib kelishligi uchun. Qaysi qadriyat? Qaysi qadriyatni gapiryapmiz? Biz qanday bo'lib hozir tarbiya oldik? Qo'shniga ozor berma degan narsani bilamiz, to'g'rimi? Tarbiyamizda bor. To'g'rimi? Onani duosini ol, otani duosini ol degan qadriyatni bilamizmi? Jannat onalar oyog'ini ostida degan narsani bilamizmi? Bilamiz. Qarindosh urug' rishtasini bilamizmi? Yetimni haqqidan qo'rqyapmizmi? Mana shu narsani saqlashlik uchun kelgan.